Diqqat, ogohlantiraman. Assalomu alaykum qadrdonlar. Siz Telegram ishlatayotgan bo'lsangiz, sizning Telegram akkauntingiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Meni o'zim bilan bo'lgan voqea 3 kun oldin men Telegram akkauntimga hakkerlar hujum qilishdi va Telegram akkauntimni buzib kirishdi. Va men nomimda bo'lgan barcha kontaktlarimga, o'zim bilgan bilmagan turli xil gruppalarga men nomimdan xabarlar tarqatib tashashgan. Ogohlantirishim shundan iboratki, Telegramning norasmiy ilovalari bo'lgan Telegram Plus, Telegram Mod ilovalaridan umuman foydalanmang. Telegramning faqatgina rasmiy ilovasi bo'lgan Telegramni o'zidan foydalaning. Uni ham 2 bosqichli himoyaga o'tkazib turib, pochtangizga ulang va pochtangizni parolni ham yangisiga almashtiring. Qolaversa, Telegramdan keladigan turli xil xabarlarga umuman ishonib qolmanglar. Ya'ni kimdir mukofot yutib oldingiz deyish mumkin, kimdir bonus bilan taqdirlandingiz, kimdir qarz so'rab, pul so'rab murojaat qilish mumkin. Umuman ishonmanglar, bu hakkerlarning hiylasi. Bu video murojaatim bilan kimgadir manfaatim tekkan bo'lsa, men bag'oyatda xursandman. Sog' va salomat bo'linglar.